Alloh taolo insonga 3 marotaba omad, baxt, boylik beradi. Birinchi omad, boylik, baxt berayotganda yonida kichkina shaytoni bilan beradi. Agar o'sha shaytonchasini yengsa, bu o'sha 15 dan 25, 30 gacha bo'lgan yoshda beriladi. Bir hunar o'rganadi, usta bo'ladi, shogirdlar oladi, yo ishini yurgizadi, keyin aynib ketishi bor. Agar shaytonchani yengsa, endi u uylangandan keyin, bitta farzand ko'rgandan keyin Xudo taolo berishni boshlaydi. U berayotganda endi o'rtacha shayton bilan beradi. Birinchisini yengan odam ikkinchisini ham yengadi. Barakani qarang, ikkinchisini ham yengadi. Agar 50 dan oshgandan keyin yana baraka, yana omad, yana boylik beradi, endi katta shaytoni bilan beradi. Endi u katta shaytonni birinchisini yengan, ikkinchisini yengan odam uchinchisini ham yengadi. Birinchisida yengil favut bergan, ikkinchisini ham favut beradi, uchinchisini ham favut beradi. Keyin katta bo'lib endi bola chaqasidanikini ham to'xtatib qo'yishi mumkin-da. Ana endi stol eshikdagi stulni qo'yib olib, alidaqa po'kay tapchikani kiyib olib, nosti shimib o'tirib, nima deydilar o'tayotgan odamga, bolalarga, biz non pul topayotganimizda bular nonni nanna dedi. Qani o'sha topgan pulingiz desangiz yo'q. Alloh o'shandan saqlasin.